Assalomu alaykum yaqinlar, barchangizga xayrli tong. Avtobunyod kanalining doimiy kuzatuvchilari, avtomobil ishqibozlari, musofirda yurgan akalarim, sog' salomatmisizlar? Bugun erta tongda Xudo xohlasa Navoiy mashina bozoriga kelganman. Inshaalloh bugun sizlar so'ragan avtomobillarni ko'rsatib boraman. Qo'llab-quvvatlab turishlar degan umiddaman. Bitta layk bosib, kommentar o'z fikringizni yozib qoldiring. Qo'llab-quvvatlab tursangiz menga juda ham katta motivatsiya bo'ladi yaqinlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar podpiska bosib qo'yasizlar. Bundan keyin inshaalloh Samarqand mashina bozorini ko'rsataman. Kuninglar yaxshi o'tsin, barchangizga yaxshi kayfiyat, har bir inson eng zo'riga loyiq avtobunyod sizlar uchun xizmatda. Biz boshladik. Qadrdonlar, Nexia 2 o'zimiz obunachilardan 2016 kraskasi top-toza avtomobil. Mashina hech qanaqa muammosi yo'q aka buni. Korobka haydovchilari yo'q. Xo'p, super konsert gidravlik ro'yxatga qo'yilgan mashina korobka haydovchi hech qanaqa ishlari yo'q ekan. Yana bir qaror aka nomerlarni qoldiraman, telefon qilib tekshirtirib bemalol gaplashib ko'rsa. 4 yangi bilan taqilgan Magigar Put yaqinlar 4 eshikda shu ochiladigan joyigacha moylarni qo'yilib, cho'tki qilib qo'yilgan mana shu joylarda tayyor. Xo'p, pullar tashlangan, audio sistema, salonning holati ham akkuratni turibdi. Aka yurgani qancha edi buni? 160 ming. Bagaj mashinasi. Shumkalar qilingan mashina? Yo'q, shumka bo'lmagan, lekin mashina sassinasi ham tiniq qolib turibdi qadrdonlar. Ko'rsataylikmi? Yo'q, bismillah. Qadrdonlar. Nexia 2 ishqibozlar 52.016, kraskasi toza, 160 ming yurgan. Konsertlar ham ishlaydi. Shundoq ko'rsatarsam, zapas kolon, damkat qiluvchi, cho'qlarning holati yaxshi holatda turibdi. Aka puli necha pul dedi buni? 83 million. Bozorga bermagan narxingiz oxiri? Bozor 77 gacha chiqardi. 77 million so'mga bermadingiz. Variant ham bo'ladimi? Yo'q, Faqat naqd. Barter boshqa avtomobilga? yo'q. Barter yo'q. Nomeringiz? 99lik 382 50 01. Yaqinlar, Cobalt ishqibozlari 2023 kraskalar top-toza ekan avtomobilni. Xo'p, 4 yangi bilan taqilgan sakadiskada tanirga so'lamalar ham bor aka. Bismillah. Xo'p, chexol poli qilingan Mesrul avtomat korobka Malibu barlar. Monitorlar qo'yilgan ekan, 106 ming yurgan. Yo, bismillah. Mashina korobka haydovchilari yo'qmi aka? Ruxsatnomalari bor, tanirga hech qanaqa muammosi yo'q. Cobalt so'raganlar uchun 4-pakana gazda qo'yilgan avtomobilga. Tayyor ekan, shuni olib minadigan joydan qadrdonlar. Kaltionizdan aka. Bagajdan ochib oling. Bo'ldi. Yo, bismillah. Gaz balon. Shu yerda zapaska balonlar ham tushmagan. 2023 kraskasi toza, tanib ruxsatnomalari bor, 4-pakana gaz qo'yilgan. Mercedes Malibu bar, monitorlar qo'yilgan, tayyor, shuni olib minadigan joydan. Aka puli necha pul so'rayapsiz? 150. Bozor narx qildimi? 50. Variant ham berasizmi? Yo'q. Barter boshqa avtomobilga? Barter ham yo'q. Nomeringiz 94lik 251 22 27. Yaqinlar, Cobaltdan davom etamiz. Yili 2018, egasi nasib bo'yicha bitta mana shu krilosi almashgan ekan, qadrdonlar, boshqa qo'yilgan ekan, bitta krilo, boshqa yerda yo'q. Mashina korobka haydovchilari yo'qmi aka bu? Moyimida. Bolalar ozroq charchabdi. Bolalarga o't berasizmi narxida? Oldi ikkita charchagan. Ha, chexol puli qilingan mexanik korobka, audio sistema 148 ming yurgan ekan yaqinlar. Mashina o'zidan, dokumentda muammo yo'q. 4-pakana gazda qo'yilgan. Mashina rasxodlari yo'q. Hech qanaqa muammosi yo'q mashina. Moyim edi. Gazni yaqinda qo'yganman, 20 ta yurganman, benzinda yurgan. Ha, benzinda yurgan, yaqinda qo'ydingiz. 20 ta. Xo'p, yaqinlar, orqa baloni yaxshi ekan lekin. Orqa baloni yaxshi, faqat oldi ikkitasi. Xo'p, puli necha pul so'rayapsiz aka? 125 deyapmiz. 125 million. Bozor qancha qildi bermagan narxingiz? Bermaganim 16 gacha bor. 116 millionga qildi bermadingiz. Variant ham berasizmi? Bo'lib to'lashga? Yo'q. Barter boshqa avtomobilga? Faqat naqdga. Menga naqd pul kerak. Xo'p, bo'ladi. Nomeringiz 93lik 319 08 08 18. 18.
Yaqinlar Gentra ishqibozlari 2021 kraskalar toza ekan avtomobilni. Gentra so'raganlar uchun 4 yangi balon taqilgan avtomobilga. Sallanti ko'rsatsin. Chiqib taqilgan mexanik korobka, audio sistema. Yurgani qancha aka buni? 27 ming. Hech qancha yurmabsiz o'zi mashinada. Turgan mashinami? Расход yo'q mashinadagi? Заводской metanda. Xo'p, hech qanaqa muammosi yo'q deyapti. 27 ming yurgan ekan заводской metanda. Bagajlarni ochib o'rsam. Qadrdonimiz Gentra so'ragandingiz. Mana siz uchun Navoiy mashina bozoridan qolsa 21. Kitobchalar ham shu yerda turibdi. Заводской metan. Zapaskilari ham tushmagan. 2021 27 ming yurgan заводской metanda, kraskasi toza. Aka puli necha pul endi buni? Kelishtirib beradigan pulingiz? 140 million. Bozorga bermagan narxingiz? Bo'lmadi hali. Variantga ham berasizmi bo'lib to'lashga? Yo'q, naqdga faqat. Faqat naqd. Barter boshqa avtomobilga? Yo'q. Barter ham yo'q. Naqdga kelishamiz. Beradigan oxirgi necha pul? Taqilgan joyi. Kelishamiz aka. Nomeringiz 93lik 93lik 489 489 44 42. 44 42. Qadrdonlar, Navoiy mashina bozoridan Equinox 2023 kraskasi toza, eng fuli oxirgi chiqiladi ekan. Xo'p, 4 yangi balon 8 keda. Salonni deb ko'rsatsin. Pullar tashlangan qadrdonlar. Salonning holati ham ideal turibdi. 17 ming yurgan ekan. Mashinada hech qanaqa muammosi yo'q-ku. Чисто родной краска, полосовой режим. Hali ko'rdingmi? Pul. Gap yo'q lekin. Faqat tayyor minish kerak bo'ldi. Gaz qo'yilganmidi? Ha, Propan qo'yilgan, paroglar taqilgan ekan. Gap yo'q lekin. Bu tomondami? Gap yo'q lekin. Hozir bitta zapravka bilan qancha yuryapti aka bu? 550 gacha. Gap yo'q lekin. Equinox yaqinlar 550 gacha yurar ekan. 2023 eng fuli propalar qo'yilgan ekan. Tayyor. Shuni olib, yo bismillah. hali mo'yka tekkan mashina. Gap yo'q lekin. Pulni necha pul so'rayapsiz aka? Kelishtirib 445 million. Bozor qancha qildi? Variantga ham berasizmi bo'lib to'lashga? Qancha pul borga beraveramiz? Bank orqali. Qanchadan chiqadi o'rta hisobda? Hisoblatib ko'rmaysiz hali. Barter birinchisiga. Xo'p, nomeringiz 99lik 414 31 77. Yaqinlar Spark ishqibozlari yili 2017. Egasidan chiquvchiman bitta Corolla kraskasi bor ekan, boshqa yerda yo'q. Mashina rasxod yo'q aka buni. Korobka hadovoy ishlari yo'q. Moyamaydi. Gaz qo'yilgan, konsertlar ham ishlaydimi? Xo'p, 4 yangi balon 8 keda qadrdonlar Spark ishqibozlari. Chexol poli qilingan mexanik korobka, rulda multimediyasi, audio sistema, video registrator. Probegi qancha aka buni? 135 ming yurgan. Spark so'raganlar uchun yaqinlar mashina sassinasi yaxshi holatda turibdi lekin. Beni kalonkada qo'yilgan gaz balonda tayyor. Puli necha pul endi aka bu? Kelishtirib beradigan pulingiz? 85 deyapmiz, kelishtiramiz. 85 million. Bozor narxi qildimi? 80 gacha bor-da. 80 gacha. Variant Bank orqali qilasiz. bank orqali bo'ladi. Qancha bilan chiqadi? Hisoblatib ko'rmaysizmi? Yo'q, Barter boshqa avtomobilga? yo'q, Barter yo'q. Nomeringiz 99lik 99lik 414 414 31 72. Qadrdonlar, Spark ishqibozlar Navoiy mashina bozorida yili 2016 avtomobilning 30% kraskasi bor ekan. Yana bir qator aka nomerlarni qoldiraman, telefon qilib tekshirtirib bemalol gaplashib olasizlar. Spark so'raganlar uchun. Xo'p, 4 yangi balon 8 keda qadrdonlar salonni ko'rsatsin. Bismillah. Xo'p, chexol poli qilingan mexanik korobka, Malibu barlar, Mercedes deflektor, Tesla monitor. Bismillah. Salonni holati. Lekin mashina ham akkurat turibdi. Aka yurgani qancha edi buni? Probegi? 2 Bismillah, 2 ruk. Mashina rasxod yo'q aka buni. Korobka hadovoy ishlari yo'q. Moyamaydi. Xo'p, gaz qo'yilgan, konsertlar ham ishlaydi. Konditsioner 100% ishlaydi. Gap yo'q lekin. Qadrdonlar telefon qilib bemalol tekshirtirib gaplashib olasiz. Spark so'raganlar uchun zarur yana bir qator ko'rsatib beraman. 2016 variantga ham bo'ladi deyapti yaqinlar.
Shuni ko'rsatarsam bagajlarni ham. Gazda qo'yilgan, choklari, gaz balloni ham shu yerda. Aka puli nech pulda endi buni kelishtirib beradigan pulingiz? 3 milyon so'm. 63 million. 2016. Naqdga bo'lsa kelishamiz. Kelishamiz. Variantga qancha pul bor gaplashsam bir 10-15 million, 20lar bo'lsa. 20 millionlar bo'lsa gaplashamiz. Telefon nomeringiz 93lik 438 438 20 22. 20-22. Qadrdonlar, Vosita ishqi bozori, Navoiy mashina bozorida. Yili 2013, kraskalar top-toza ekan avtomobilni. Xo'p, yangi balonlar taqilgan, Magigar pult, tepada luklar ham bor. Bitta ochib yuboring, kaltiyonizdami? Magigar pult. Yo, bismillah. Xo'p, poliga tashlangan avtomat korobka, audio sistema, video registrator ham taqilgan ekan. Probegi qancha aka buni? 2 kurib yurgan. Mashina rasxoti yo'q buni, korobka haydov ishlari yo'q. Qadrdonlar, Vosita ishqi bozori. Xo'p, 1.6 4 pakana gaz qo'yilgan. Mashina hech qanaqa korobka haydov ishlari yo'q deb, yana bir qator telefon qilib tekshirtirib, konsillar ham ishlaydi. 100 ishlaydi. 1.6 so'raganlar uchun yaqinlar, hech qanaqangi muammosi yo'q, xavfsizlik uchun. Kamera, yo, bismillah, shuni ko'rsataman, qadrdonlar. Zapas qilgan cho'qlarning holati. Yil 2013. Kraskasi toza, 4 pakana gaz qo'yilgan, 1.6 avtomat, video registrator, hammasi tayyor. Magigarlar ham qo'yilgan. Aka, narxi Buning narxi Kelishtirib. 92 deyapmiz. 92 million. Bozor qancha qildi? O'z keldi. Variant, barter. Farq yo'q. Variantga qancha pul bor gaplashamiz? Variantga 15 millionmi? 30lar bo'lsa 30 millionlar bo'lsa gaplashamiz. Telefon nomeringiz 93lik 438 438 20 20-22. Yaqinlar Gentra yili 2014. Bozorga 87 million so'mga bermagan ekan. Bitta mana shu orqa kril kraskasi bor ekan avtomobilni. Boshqa yerda yo'q deyapti. Yana bir xato telefon qilib tekshirtirib gaplashib bo'lsa, bolalarning holati, Magigar pult, salonlarning holati, poliga tashlangan mexanik korobka, audio sistema, rul multimediasi, video registrator. Aka, yurgani qancha edi probegi? 164 ming. Bagajdan ochib birdan. Mashina rasxoti yo'q aka, buni korobka haydov ishlari yo'q. Moy yemaydi. Bitta kril kraskasi bor ekan, boshqa yerda yo'q deyapti. Yana bir xato telefon qilib tekshirtirib gaplashib bo'lsa, avtomobil hali benzinda. Gap yo'q, gaz ham qo'yilmagan. Shunda yopib tursam. Xo'p, Magigarlar taqilgan qadrdonlar. Bitta mana shu kril kraskasi bor ekan. Xavfsizlik uchun kamera, cho'qlarni ham bir qator ko'rsatib o'tsam sizga qadrdonim. Yo, bismillah. Zapiskalar tushmagan. Aka, puli nech pulda endi buni? Kelishtirib beradigan pulingiz? 91 million naqd bo'lsa beraman. 91 million. Variantga berasizmi? Yo'q. Barter boshqa avtomobil? Faqat naqd. Nomeringiz 93lik 166 29-22. Qadrdonlar, Nexia bir ishqi bozori, Navoiy mashina bozoridan. Xo'p, 97 kraskalari bor. Mashina korobka haydov ishlari yo'q buni. Muammo yemaydi. Xo'p, gaz qo'yilgan avtomobilga. Bolalarning holati, Nexia bir ishqi bozori, yaqinlar. Salonlarning holati, Nexia bir ishqi bozori, Navoiy mashina bozoridan. Xo'p, variantga so'ragan ekan qadrdonlar. Hozir bozor savdo bo'lgan ekan. Xo'p, 13 million beramiz, qolganini bo'lib to'lashga 30 million qilgan ekan, 13 million berib qolganini 1 yillik bo'lib to'lashga yo'q akalar bermagan ekan. Xo'p, pul zarur bo'lgancha aka olib chiqqan ekan. Aka, nech pulga beramiz endi? Keling, o'zingiz ham olaymi videoga? Keling aka. Qanchaga bo'lsa beramiz aka? Nech pulga bo'lsa beraveramiz? Pul zarur bo'lgani uchun olib chiqdim deb siz uchun ayting. Shu 25 bo'lsa beraman. Naqdga bo'lsa 25 millionga bo'lsa beraveramiz. Telefon nomeringiz 97lik 97lik 797 797 94 94 92. 92. Xo'p, qadrdonlar, aka yangi dom olgan ekan, o'shanga yangi dom oldingizmi, uy oldingizmi? Ha, uy oldingiz. O'shani ozroq muammo bo'lganligi uchun pul zarur bo'lgan so'rashni olib chiqqan ekan. Bir qator telefon qilib tekshirtirib, yana bir qator gaplashib olasiz. Hozir kelishtirib beraveraman deyapti.